Hazrati Eshon So'fiyonlar bobomiz aytadilarki, agar nafsing sani 70 boshingdan, nabolg'ay foyda sani 70 yoshingdan deydilar. Ya'ni 70 ga borsa-yu nafsi nima desa xo'p bo'ladi deb harom ishlarni qilayotgan bo'lsa, sani bu 70 ga kirganingdan nima foyda bo'ldi endi deydilar. Chunki Janobi Hazrat tepada aytdilar, kim yaxshi desa, umr uzun bo'lsa-yu amali chiroyli bo'lsa shu yaxshi deyaptilar. Endi foyda qilmaydi u yosh deyaptilar. Agar nafsing murodin izlamaksan, agar 80 ga yetsa umring 80 deydilar. Agar nafsini aytganini qilib halol haromi farqiga bormay 80 ga kirib olib ham nafsini aytganini qilayotgan bo'lsang, umring 80 ga borgan bo'lsa ham sen 80 endi deydilar. Ya'ni sak degani it degani. Ya'ni sen go'yoki bir ma'nan chorpo hayvon bilan tengsan endi, agar Xudodan qo'rqmayotgan bo'lsang deydilar. Azal kundin agarchi xavfi yo'qsan, agar 90 ga yetsang ko'ngli to'qsan. Alloh meni azalda nima deb yozuvdi ekan? Iymonda salomat olib ketalarmikinman? Xudo mendan rozi bo'larmikin degan tashvish yo'qmi deydilar. 90 ga kirsang ham g'aflatda yuraverasan, xuddi ko'ngli to'q odamdaqa, jannatdan senga vahiy kelib bashorat kelgandaqa ko'ngling to'q yuraverasan. Agar senda iymon, islomni tashvishi bo'lmasa deydilar. Tashvishini qilsangiz eni olib ketar ekansizda iymonda salomat. Shu qishda tashvishini yozda qilmagan odam qiynaladimi qishda? Qishda qiynalmasligi uchun tashvishini qilish kerak bo'ladimi? Iymonda ham salomat olib ketaman do'rsa-yu, tashvishini qilmasa olib ketalmaydi u salomat. Uning uchun tashvishini qilish kerak uni. Ana endi bo'ladi. Azalda kimni ko'nglini qilsa resh, degay 15 yoshin ko'p, balki 15. Ya'ni Alloh azalda kimniki saodatlik, baxtlik deb yozgan bo'lsa, 15 ga kirgan bo'lsa ham men dunyoda uzoq turib qoldim, ko'p yashab qo'ydim, Allohga ibodat qildim, Allohning ne'matlariga shukr, balki undan ham 10-15 kun ziyodaroq umr ko'rib qo'ydim men deb, o'sha 15 yoshini ham ko'p sanab Alloh taolodan qo'rqib turadi agar saodatli bo'lsa deydilar. Shuning uchun albatta zarur bo'lgan mezon nima ekan desa, ana shu ulug' yoshni ham hali tepada aytganimizdek farqi bor ekanki, tashvish bilan Xudoning rizoligini oqtargan holda borilsa, inshaallohu karim tepadagi marhamatlarga Xudo hammamizni muvaffaq qilar.